Ey sen kim bo'lsan makiyaj qilishni o'rgatadigan, oldin ko'zingni bo'qini artdiganlar uchun bitta o'qachisiga olib ko'zimizni oldini tozalab olamiz. Assalomu alaykum pechenkalarim va nihoyat bugun sizlar bilan makiyaj qilamiz. Birinchi bo'lib yuzimizni yaxshilab namlantirib olamiz. Chakaga o'tsin. Xo'p, qizlar, qo'limdagi Bobbi Brown kremi makiyajdan oldin suriladigan. Buni narxi $60 turadi, lekin sizlarga bu umuman shart emas, chunki men ham 30 yoshimgacha oddiy krem ishlatganman. Endi hozir pulim ko'payib o'zimdan ketib qolib, mana shunaqa $60lik basharamga krem suraman. Chunki basharam bilan pul topaman-da. Sizlar qilmaysizlar. To'g'risini aytaman, yuzimda hech qanaqa dog', ugri va shunga o'xshash narsalar yo'q. Prosta mamtimda ozgina sepkilim bor, bilinar-bilinmas. Nimaga makiyaj qilaman? Puli qayergadir ishlatish kerak, har oy tonalka olish kerak $70dan, rumiyani olish kerak, duty free kirganda asabini buzib ishlatmasak ham nimadir olishimiz kerak. Lish bir brend bo'lsa bo'ldi. Keyin yotadi mana bunaqa tenlarga o'xshab. Endi yuzimizga tonalka krem surib olamiz. Men hozir bu $70lik CL. Hali otini aytishni bilmayman, lekin bu tonalkadan menda 4 ta bor va men bu Nars degan tonalkani ishlatamiz. Bu Narsni men Bonamurda ko'rib olganman, lekin nimaga olganman bilmayman, yuzimga juda ham qoralik qilyapti. Birinchi bo'lib qorani suramiz, kerakli joylariga oq tonalka surib olamiz. Birinchi basharani polni negir qilib olamiz, negir. Gubka ho'l bo'lishi kerak. Oldin 200 ml tonalka ishlatardim, Max Philip degan. Hozir ham ishlataman agar bo'lsa, lekin o'zimga tushadigan rangini topa olmayman. Agar topa olsanglar, olib обязательно ishlatib ko'ringlar. Max Philip juda ham zo'r tonalka. Hattoki bir ikkita vizajistlar ham o'shanda ishlatadi. Saru kasalga o'xshab sariq bo'lib ketyapti, lekin buni to'g'rilaymiz, xavotir olmanglar. Oldin bizda eng zo'r kosmetika eng kichkina singlim Dinnozda bo'lardi. Dinnoz ko'rib qolmasin deb Lyuboy uyda qorong'i temni joyga kirib, bekinib tez makiyaj qilib olardim. Hozir pulim ko'payib, yo salonga boraman yoki da отдельно ofisga kelib bo'yanishim kerak. Bo'lmasa shoxim chiqmaydi-ku. Shoxim chiqmasa sochim yotib qoladi, mana bunaqa nachos effektini bermaydi. Ko'zi atrofiga suriladigan konsiler Dior'niki birga berilib ketmay, har ko'rganimda, har bo'yanganimda deb Dior yozuvini o'chirib tashlaganman, lekin tepasida qolib ketgan. Nega botga surilishini bilmayman-ku. Rimsani shunaqa. Mana saru kasalni ozgina oq qonga astag'firullah. Ey sen kim bo'lsan makiyaj qilishni o'rgatadigan, oldin ko'zingni bo'qini artdiganlar uchun bitta o'qachisiga olib ko'zimizni oldini tozalab olamiz. Endi yuzimizga pudra suramiz. Pudra ham Gucci ekan. Erimga Dubayga borganda to'yimizni 5 yilligini nima oldirishni bilmasdan, mash pudra yana yonda nimadirlarni Sephoradan oldirdim. Xo'p, pudrani mashitga surar ekanmiz. Hozir Govara pametda ko'zni tagiga surmagin deyapti. Ajinlaring bilinib qoladi deyapti, lekin menda ajin yo'q, o'shaning uchun surib yuraveraman. Degan bunaqa otli rumiyani, highlighter va concealer hammasi birda bo'lgan shunaqa naborimizni olamiz. Buni narxi $150 turadi. Suramiz. Qizlar qaranglar, bunaqa sursanglar yuzinglar ottikiga o'xshab turadi. Bunaqa sursanglar yuzinglar sigirakaga o'xshab turadi. Dimola bo'ldi. Oldin men bunaqa surardim, endi men bunaqa surish juda yoqyapti menga. Bunda Angelina Jolie. Qizilini olib, rozbisini olib, yuzimizga ozgina suvda qolib ketgan qiz effektini beramiz. Ko'cha sovuq ekan dedi-ya. Burunni uchiga ham. Bunda mana bunaqa highlighter ham bor. Highlighterni olib, mana shu yanog'imizning ustiga qoshimizga ulaymiz. Shto bundoq qaraganlarda bundoq yaltirab turish kerak. Manada jigarinni olib turib, burnimizni kichraytiramiz. Shunaqa kesib olsanglar juda ham udobni. Yengil yo'q, lekin yengilda sovg'a olish bu bizning milliy qadriyat deb erimga podarka qildirgan mana bunaqa tenlarni olib,
jigarinimi, любой bittasini, короче, basharada teng bo'lsa bo'ldi. Ko'zimizga surib olamiz hamma joyga. Odamning ko'zini chiroyli qilib ko'rsatib turadigan bu pastki qismlarga surilgan tush va ten bo'ladi. Lekin qaranglar, tenni surayotganingizda oldiga chop kelmanglar, bo'lmasa juda ham ko'zinglarni xunuk qilib qo'yadi. Yarmini o'ziga mana. Endi qoshimizni bo'yaymiz. Qaranglar, Anastasiyani original nomisli poddelkasini olasizlar. Poddelkasi originaldan yaxshi. Xo'p. Qosh uchun o'zini bo'yaymiz. Shunda qoshimiz tabiiy effekt bo'lib turadi. Va nima deyapti chigabani? Men tegiga ingichka qilib solib chiqaman. Nimaga kipr yopishtirganimda kliylari bilinib qolmasligi uchun. Qaramay turinglar. Bo'ldi, qarovlilar, amallab keldim. Endi kipr yopishtiramiz. Menda kiprlar juda ham ko'p, variantlar juda ham ko'p. Xo'p, 11-razmer ekan. Oynaga qarab yopishtirmasam qiynalaman. Five years later. Qizlar 2-3 qavat yopishtirdim. Kipri juda ham ingichka ekan, lekin tush sursa chiroyli effekt beradi degan umiddaman. Va nihoyat kiprilarimni qo'yib bo'ldim. Men bu tush вообще zo'r ekan qizlar. Обязательно ishlatib ko'ringlar, endi tush suramiz. Kiprilarimni qaranglar, qanaqa zo'r bo'ldi. Anastasiya qalam. Oddiy pomada yorilishga qarshi. Makiyajlarimni qilib oldim. Nimagadirchi vulgarniy makiyaj qilishga juda ham cho'chiyman. Mana shunaqa tabiiy, естественный makiyaj qilishga o'rganib qolganman. Bilmadim. Agar har kuni vulgarniy qilib yursanglar, to'q bo'yanib yursanglar, makiyajsiz yurganingizda bitada farq qiladi. Mazang yo'qmi deyshadi, o'zgarib qolibsan deyshadi. O'shaning uchun oddiyroq narsa qilirish kerak. Qizlar, sizlarga aynan nima tushunarsiz bo'ldi, nimani bitta to'liq video qilib tushuntirib bering. Masalan, kipr yopishtirish, qosh bo'yash yoki tonalka, ton tanlash, bittasini tanlab kommentariyaga yozsanglar, mo'sh sochni jingalak qilish, ukladka qilish, to'g'ri yuvish, yuzga to'g'ri uhud qilish, kommentariyalarni o'qiyman va u haqida ham sizlar uchun отдельно bitta video qilib YouTube kanalimga joylayman.